alaykum bolalar, sizlar bilan Render. Bugun biz merga soliqlarni to'lab kelishimiz kerak. Afsus, men unga 3 barobar pul berishim kerak, lekin menda uni 1% bor. Mayli, Xudoga shukr deb berib kelaveramiz. Merni yaqin-ku mana bu yerda qo'shnim. Mashina olishga mashinam ham bankrot bo'lib ketdi. Soliqlarni vaqtida to'lamaganim uchun mashinamni ham olib qo'yishdi. Jiyanim. Kim bu birodlar? Yangi ish shekilli. Assalomu alaykum akalar. Va alaykum assalom. Sen qayerga ketyapsan? Mer meni chaqirganda soliqlarni to'lashga kelgandim. Lekin bizga mer hech kim chaqirgani haqida aytmadi-ku. Men soliqlarni to'lagan keldim-da. Ha, pulli masala bo'lsa kirishing mumkin. Mayli. Taqillatib kir. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom Render. Sen meni juda ham asabimga o'ynayapsan. Soliqlarni o'z vaqtida to'lamayapsan. Seni bu shahardan haydab yuboraman. Mana janob, mana soliqlaringizni 1%. Axir bu kam-ku, bu senda 1 stak bor, menga 3 stak kerak. Shu bir stakni ham olib turavering. Ana, pulim bo'lganda beraman. Nima menga yana qaytarib beryapsiz? Olib turavering shuni, brat. Bo'pti janob mer. To'xta, qayoqqa ketyapsan? Uyimga ketyapman. Sen soliqlardan ozod bo'lishni xohlaysanmi? Ha? Unda yonimizdagi kvartirani bilasan-a? Ana yurdagimi? Ha. Bo'pti. Birinchi qavatini yaxshilab bezlab kel. Mayli. La'nati janob mer. Hoy bola, to'xta. Ha. Nima deysiz? Menga nima qilding? Soliqlarni 1% ni berib keldim. Dezashlar hammasini ber. Bo'lsa seni shahardan haydab yuboradi. O'zi yaqinda yana bittasini haydab yubordi. Kampot degan. Mayli. Shu kampot deganiga hayron qolaman-da. Qiyom mevalimikan? Qanaqa ekan bu kampot? Mayli, mana shu binoni aytgandim mer, hozir borib bezatish kerak. Stop. Nega men unga ish beryapman? Nega u menga ish beryapti? Axir unga pul berganimga ham shukr qilish kerak o'zi. Mayli, hozir men cho'ntagimda pichoq bor edi, ha. Pichoq bor ekan. Pichoqni olaman-da merni o'ldiraman. Hozir ularga nimadir bahona topsam bo'ladi, lekin mayli, bir bo'ladi yarman. Ketdik. Akalar, assalomu alaykum yana bir marta. Qalasizlar? Bolajon, qayerga ketyapsan? Men qolgan pullarni ham olib keldim. Ko'rsatchi. Cho'ntagimga tiqib tashladim-da, hozir olishni istamayapman. Sen tekshirmoqchimiz. Agar nimadir desang, seni ham shuni kuni seni boshingga tushadi. Hay bola, qisinglar ham. Qiz. Pichoqni yo'qot. Mer qol. Assalomu alaykum janob mer. Qizishma meni. Iflos baka. Qo'rqchilar. Jennerson mer ham o'lib ketdi. Agar politsiyaga telefon qilsang, seni o'ldiraman. Iflos. Qochqali. Iflos. Hey, unday qilma. Iflos. Yaramas. Sen nega dostimni o'ldirding? Qiz. No. Alo. Salom Render, qalaysan? Sardor, nima gap? Ishlaring yaxshimi? Qayerdasan? Merni oldidan chiqyapman. Hozirgina menga xabar keldi-ku, mer o'ldi deb. O'sha ta'ziyasini qaytib chiqyapman-da. Ha, birpasda ta'ziyasi ham bo'ldimi? To'g'risini aytsam, gapirgim kelmayapti. Juda ham xafaman. Bo'ldi, unda men senga ertaga oldinga o'taman. O'shanda gaplashamiz. Mayli, kelaver do'stim. Xo'p. Gaplashamiz.